Ayni modelimizni o'zini yotoqxona to'plami bor desamchi. Modelimizni Xitoyda ishlab chiqarilgan 9073 modelimizni ayni Arlida mebel zavodida ishlab chiqarilgan. Bo'yoqlari 3D bo'yoqda, spinkalar shunaqa bo'ylari baland qilib ishlangan, kravatlarimiz big size. 260 uzunligi, eniga 2 metr. Matras o'lchamini o'zi 220 ga 2. Oldida sofalari bor, shunaqa ochiladigan bench deydimi? Komplektatsiyamizni shkaflari ham juda katta qilib, 6 eshikli ishlangan, juda qulay. Ya'ni erkaklar uchun alohida ajratilingan vishelkali, polkali, tortmali, oyoq kiyim taxlaydigan joylari xuddi shunaqa ayollar uchun ham bo'lingan. Endi komplektatsiyamizni juda chiroyli bo'lgan joyiga kelamiz. Ya'ni bu trimosi. Ayollar, qizlarimiz uchun ayni kerak bo'ladigan bu trimoyimiz shunaqa juda chiroyli qilib, bejirim qilib ishlangan, juda chiroyli, tumbuchkalaridan tortib trimolarigacha tortmalari ham juda ham ko'p ishlangan. Asosiysi davotchik mexanizmlarda eshiklardan tortib tortmasigacha. Chesterlarimiz ham shunaqa noodatiy tarzda ikkita stupenkali qilib ishlangan, ya'ni 3 tadan 6 ta tortmasi bor. Mexanizmlarimiz ham xuddi shu davotchik mexanizmlarda. Sifatlari a'lo darajada bo'lgan Arlida mebel zavodining 9073 model. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 9073 yotoqxona deb yozib qo'ysangiz, baholari, manzillarimizni qoldiramiz. Arlida mebel bu boshqa daraja.